Boshlang'ich 14.900 dollar evaziga 5 xonali 110 kvadrat metr ikkinchi etajdan uyimiz chiqdi. Ha, to'g'ri eshitdingizlar. Boshlang'ich 14.900 qilib, shu uyimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Ikkinchi etajda yaxshi tomoni hozir sizlarga shu uyimizni obzor qilib beraman. Bismillah, obzorni boshladik. Kiruvrish xonadonimizda. Prixoshkaning kattaligini ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa prixoshkasi katta uylar fayzli bo'ladi. Kirgandan chap qo'lga menga o'xshagan 6 ga 6 zalimizni ko'rishinglar mumkin. Zalni kattaligini ko'rib turibsizlar. Bemalol o'rtasidan devor tortib, ikkita xona qilsanglar ham bo'ladi. Bu tomonda esa bitta katta yotoqxonasini ko'rishinglar mumkin. O'zinglar uchun remont qilib olaverasizlar. Uyimizda ikkinchi etaj joylashgan. Derazadan bitta tashqariga qarasanglar, menga o'xshagan toza havo, mashina qo'yish uchun parkovka, detsk plashatkalari bor pastda. Bu yoqdan to'g'riga o'tganda bitta bolalar xonasini ko'rishinglar mumkin. Bolalar xonasi bu ham keng katta holatda, derazalar tashqariga qaragan. Bu tomonda yana bitta yotoqxona qismini ko'rishinglar mumkin. Uchinchi xonamizda, ya'ni kiraverish asosiy eshigimizda prixoshkani ko'rsizlar kattaligini, prixoshka bo'ylab to'g'ri yurganda mana bitta garderobni xona qilsanglar ham bo'ladi, yopib turib, yoki bitta kladovkaga o'xshagan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Sanzvel razdelniy holatda. Bu yoqda vannani ko'rishinglar mumkin, sanzvellar razdelniy. Bu yoqda choy uchun alohida zona qilib qo'yib, balkonda kuxnyani qilsanglar ham bo'ladi. Mana kuxnyamizning joyi, balkonni ko'rib turibsizlar kattaligini, uchta derazasi tashqariga qaragan. Bu tomondan zalga kiradigan eshigimiz bor. Hurmatli obunachilar, uyimizda 110 kvadrat metr tartibli emas, skvoznoy holatda. Prixoshkani ko'rib turibsizlar kattaligini. Mana shu 5 xona qilsa bo'ladigan uyimizning narxi boshlang'ich to'lovi 14.900 dollar. Boshlang'ich to'lovim kamroq, oylik to'lovga qiynalmasdan to'layman deganlar uchun juda zo'r variant. Bunaqa variantlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. Boshlang'ich 14.900 dollar evaziga 110 kvadrat metr 5 ta xona, ikkinchi etajdagi uyimizni bizdan xarid qilishingiz mumkin.